Amaliy imtihonda tushadigan mashqlar mana zadniy orqa machasi kiradigan garajimizda oldi bilan kelib, orqasi bilan mana shu garajga to'g'ri qo'yishimiz kerak. Noz harakat qilib ko'radi o'quvchimiz. Oldini qancha yaxshi taqalsa, shuncha yaxshi. O'ng tarafda sal ko'proq, chap tarafda sal kamroq joy qolsa ham bo'ladi. Orqa balonimizni shu oq palasaga chiqqanda to'xtaymiz, 3 sekund turib. Oldiga chiqib, bak o'yimiz mana shu liniyaga to'g'ri kelganda chiqaveramiz. Mana oldi ham, orqasi ham yaxshi chiqaveradi. Xudo xolisa.